Qizaloqlar 7 yoshgacha quloqlarini teshishga umuman muhtoj emas. Qat'iyan man qilinadi. Buni nega man qilinishini 3 ta sababi bor. 3-eng asosiy sababini ham video oxirida aytib o'taman. Birinchidan, qizalog'ingiz ishoning umuman tilla taqinchoqlarga yoki umuman taqinchoqlarga muhtoj emas va ular sizdan juda ham shirin. Ikkinchi sababi, quloq suprasi hali to'liq yetilmaganligi uchun quloq suprasidagi joylar o'zgarishi mumkin va keyinchalik siz teshtirgan, hozir to'g'ri deb bilgan joyingiz o'zgarib, keyinchalik qizalog'ingizga ikki xillikni beradi va u yoqmasligi aniq. Uchinchi sababi, quloq suprasida juda ham muhim organlar, bachadon, tishlar, ayniqsa yurak juda ham muhim organlar, hayot uchun muhim organlarning barcha nerv tolalari joylashgan va buni qaysi birinidir teshib qo'ysangiz, u narsa qizalog'ingizga keyinchalik organizmi kuchsizlanganda juda ham katta xavf tug'diradi. 7 yoshdan keyin esa bu organlar rivojlanadi va o'zini to'liq tiklab oladi. Mana endi bemalol quloq suprasi joylangan, o'zini holatida va kattalarnikidek rivojlangan. Eng muhimi, nerv tolalarini endi teshishga xavf yo'q. Bemalol 7 yoshda quloqchalarni teshtirsangiz bo'ladi. Men ham qizimni quloqchalarini chiroyli holatga keltirib oldim. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat.